Assalomu alaykum qizlarjonlar, o'rtoqlar. Xayrli kech hammaga. Ko'rib turganinglardek yo'lga otlandim. Yana ikkinchi uyimga uchib ketaman. Xorazm, Toshkent orasida mana shunaqa yuraveramiz, borib kelib. Alhamdulillah, shunga qodir qilgani uchun, kuch-quvvat, sabr-toqat berib qo'ygani uchun va eng asosiysi sabab berib qo'ygani uchun. Hammaga xayrli kech. Biz esa yo'lga otlandik. Inshaalloh Toshkentda ko'rishamiz. 2 kun seminarda bo'laman. Seminar uchun ketyapman. Vaqtliroq bo'lmasa ketmasdim. Juda ham menga qadrli bo'lgan vrach kelyaptilar chet eldan. Поэтому borish kerak. Dushanbadan Xudo xohlasa ish qizlarjonlar. Xayr hammaga.